Feruza, O'zbekiston miqyosida zo'r professional kosmetolog bo'lish uchun qancha vaqt va necha pul xarajat kerak bo'ladi? Avvalambor yaxshi vrach-kosmetolog bo'lish uchun tibbiyot sohasida o'qish kerak bo'ladi. 6 yil davolash ishi yo'nalishida o'qiymiz. Keyin 2-3 yil ordinaturada dermatovenerologiya yo'nalishi kosmetologiyaga mos keladi. Eng mosi 6+3 9 yil bo'ldi. Undan keyin yaxshi bitta ustoz tanlab shogird tushishni maslahat bergan bo'lardim. Shogirdlikka tushib, taxminan 3 oydan 6 oygacha shogird bo'lib tajribani oshiramiz va undan keyin sekin-astalik bilan o'zimiz ishimizni yo'lga qo'yamiz. Ana endi o'qish tugatdik, shogirdlikka tushdik, tajribani oshirdik. Endi o'zimiz ish boshlashimiz kerak. Birinchi o'rinda bizga xona kerak bo'ladi. Arendaga xona tanlaymiz. O'rtacha narxi $500 dan $700 gacha bo'ladi bir oyga. Bu xonani sharoitiga qarab, lokatsiyaga qarab har xil summa o'zgarib turadi. Ana endi kosmetologik protseduralarga ketadigan rasxodlarni hisoblab chiqamiz. Qani ketdik. Birinchi o'rinda kosmetologik demak xonamiz arenda puli. Bu taxminan o'rtacha hisoblayapman. Undan keyin demak protseduralarimizga, bajariladigan protseduralarga qarab hisoblaymiz. Demak, chiska muolajamizga kerakli bo'ladigan rasxodlarimiz o'rtacha $500 dan $1000 gacha ketadi boshlang'ich hisob kitobimiz. Keyin inyektsion protseduralarga keladigan bo'lsak, mezoterapiya, berivitilizatsiya, botulinoterapiyaga ketadigan rasxodlarimiz, demak, igna preparatlarimizning narxi va umumiy hisobda boshlang'ich narxda $3200 hozir bizda chiqdi. Mana O'zbekiston sharoitida professional kosmetolog bo'lish uchun 6 yildan 9 yilgacha vaqt va boshlang'ich xarajatlar uchun $3000 dan $5000 gacha ketishini ko'rib chiqdik. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qancha vaqt va qancha xarajat kerak bo'ladi? Fikringlarni kommentariyalarda yozib qoldiringlar.